Assalomu alaykum. Testosteron kanalining muxlislari. Testosteron yuqori bo'lsa, odam tez bo'shalib qoladi. Biza erta bo'shalish, tez bo'shalishi gormonal tarafdan endokrinolog nuqtai nazaridan o'rganib chiqamiz. Birinchi darsda tez bo'shalish nimaligini, uni necha xil turlari, og'ir, yengil turlarini, necha minutda tez bo'shalish deyiladi, ularni o'rgandik. Qaysi gormonlarga bog'liqligini o'rgandik. Kechagi darsimizda buqoq bezini qaysi kasalliklarda tez bo'shaladi, qaysi kasalliklarda bo'shalish sekinlashib, даже bo'shanmasdan qolishi mumkinligini va uni davolashni o'rgandik. Har bitta videoyimizda siz uyda nima qila olasiz va qachon doktorga borish kerakligini va doktor bo'lsangiz qanaqa qilib buni davolash kerakligini o'rganyapmiz. Asosan bu xalqimiz uchun bu videolar bag'ishlangan, oddiy sodda tilda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, gap shundan iboratki, testosteroni baland erkaklar tez bo'shanib qo'yadi. Testosteroni past erkaklar bo'shanishi qiyin bo'ladi va bo'shana olmasdan so'lib qolishi mumkin. Demak, bu narsa 2652 ta odamni tekshirib shu xulosaga kelingan. Demak, mana Andrologiya jurnalida chop etilgan 2010-yildagi maqola, juda ko'p tibbiyot markazlari qatnashgan maqola. Demak, testosteron bilan o'sha bo'shanishni bog'liqligini o'rganishgan. Qanchalik testosteron baland bo'lsa, shunchalik tez bo'shanish kuzatilgan. Testosteron kam bo'lsa, bo'shalishga qiynalish, bo'shalish vaqtini uzayishi yoki bo'shanmasdan so'lib qolish kuzatilgan. Xo'p, demak, testosteron ko'pligidan tashqari testosteronni boshqa gormon prolaktin testosteronni estradiolga bog'liqlik joyi bor. Testosteron baland bo'lib prolaktin past bo'lsa tez bo'shanib qo'yash, testosteron baland bo'lib estradiol past bo'lsa ham tez bo'shanib qo'yasiz. Luteinlovchi gormonga nisbatiga ham bog'liq. LG gormoni past bo'lganda testosteroningiz baland bo'lsa tez bo'shanib qo'yash. Bunaqa holatlar testosteron ukol oladigan odamlarda ham uchraydi. Yosh yigitlarda ham uchraydi. Uylanmagan yosh yigitlarda yoki uylangan yosh yigitlarda uchraydi. Yoki testosteron baland bo'ladigan payt, misol uchun ertalab uchraydi. Kechki payt hammasi normal bo'lishi mumkin. Ertalab aloqa bo'lsa, tez bo'shanib qo'yish holatlari kuzatiladi. Endi mexanizmlari, bu gormon qanaqa qilib tez bo'shanishga sabab bo'ladi? Shuni o'rganamiz. Demak, Obzor neyrofiziologiya eyakulyatsiya degan maqola 2005-yilda chop etilgan. Demak, testosteron o'sha androgen retseptor degani testosteronning o'zini retseptorlarini sezgirligini oshiradi. O'sha eyakulyatsiya holati refleksini yuzaga kelishini tezlashtiradi. Tak. Bunaqa testosteron ukol qabul qilganda ham bu narsa ko'p kuzatiladi. Ikkinchi yo'li testosteron dopamin gormonini ko'paytiradi, baxt gormonini ko'paytiradi, xursandchilik o'zida gormonini ko'paytiradi va dopamin signal yo'llarini sezgirligini oshiradi. Dopamin boshida birinchi darsda aytuvdikki, bu o'sha urug' chiqishiga sabab bo'ladigan gaz pedali. O'sha gaz pedali qattiq bosiladi va sizdan tez urug' chiqishi kuzatiladi. Va testosteron serotonin retseptorlari, ya'ni serotonin urug' chiqishini tormozini pedali. O'sha tormozi pedalini bosilishini oldini oladi yoki sekinlashtiradi. Shuni hisobiga tormoz ishlamaydi, faqat gaz ishlaydi, tezroq bo'shalishga sabab bo'ladi va urug' chiqaradigan kanalcha bor, o'sha kanalchalarni qisqarishini kuchaytiradi testosteron. Shuni hisobiga tez bo'shalish kuzatilar ekan. Xo'p, tez bo'shanish holatini yoshga bog'liqlik holatlari mana 20-30 yoshda testosteron yuqori bo'ladi va tez bo'shanib qo'yish holatlari ko'p uchraydi. Buni qanaqa qilib davolashni ham o'rganamiz. Xo'p, bunaqa holatlarda endi 50 yoshdan oshganlarda, 40 yoshdan oshganlarda testosteron pasayadi va ularda tez bo'shanish kuzatilmaydi. Ularda bo'shanishni uzayishi kuzatilishi mumkin. Yoki vobshe bo'shanmasdan jinsiy aloqani tugab qolishi kuzatilishi mumkin. Xo'p, mana 18 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan erkaklarni 1438 ta erkaklarni 2016-yilda o'rganganda
tez bo'shanish 18 yoshdan 30 yoshgacha uchraydi. Xo'p, va eyakulyatsiya vaqti, bo'shanish vaqtini uzayishi yildan yilga testosteron pasaygan sari uzayib boradi deb xulosa qilingan. Xo'p. Agar tez bo'shanadigan odamlar, ya'ni 18, 20, 25, 29 yashar testosteroni baland odamlarni bo'shanishini sekinlashtiraman deb testosteron ukolini qilsangiz, bu narsa yordam bermaydi. Libidosi kuchayishi mumkin, lekin ereksiyasi kuchayishi mumkin, lekin hech qanaqasiga bu holatda o'zi ko'pchilik tez bo'shanish sababi testosteronni pastligi deb bunaqa holatda testosteron bersangiz yordam bermasligini, buni alohida davolanadi. Testosteron ukoli yordam bermaydi. Endi shunaqa holatlar bo'ladiki, bo'shanish susayib ketadi, cho'zilib ketadi, bo'shanmasdan jinsiy aloqa tugab qoladi. Bu gipogonadizm holati, testosteron yetishmovchiligi. Agar testosteron 6-8 nanomol litrdan kamaysa, urug' miqdori kamayadi. Bo'shalish uzayadi yoki bo'shanolmay tugatib, jinsiy aloqa tugab qoladi. Orgazm hissi susayadi va yoki umuman orgazm bo'lmaydi jinsiy aloqa paytida. Bularni testosteron berib davolasak, testosteronni ko'tarib davolasak, orgazmni ham yaxshilanadi, urug' chiqish vaqti normaga keladi, ereksiyasi ham kuchayadi. Uyda nima qilish mumkin? Sizni testosteroningiz baland va siz tez tugatib qo'yasiz. Demak, mashqlar. Mana start stop degan mashq bor. O'sha urug' kelishidan oldin to'xtatib qolasiz, birpas dam olib keyin davom ettirasiz. Yoki jatiya, qisish degan mashq bor. Uni o'qib topib olasiz. O'rtoqlar, men seksopatolog emasman, androlog emasman, urolog emasman, endokrinologman. Gormonal o'zgarishlarni davolab, gormonal o'zgarishlarni tushuntirib, sizlarni biliminglarni oshirmoqchiman. Va eng yordam beradigan narsa bu tapitskiy anestetiklar deydi. Bilasizlar, har xil suyuqliklar bor. Uni sepadi yoki tomizadi. O'sha jinsiy aloqadan oldin tomizasiz yoki sepasiz, keyin yuvib tashlaysiz, sezgirligini pasaytirib jinsiy aloqa qilaverasiz. Mana shu eng to'g'ri yo'llardan bittasi hisoblanadi. Trenirovkalarni ozgina kamaytiringlar degan, chunki kuchli trenirovka qilsangiz testosteroningiz juda ham oshib ketsa, bu erta tugatib qo'yishga sabab bo'ladi. Deyapti. Hech qanaqasiga kamaytirmanglar, o'rtoqlar, trenirovka zo'r narsa. Keyin vaqti, ertalab testosteron baland bo'lganda o'sha jinsiy aloqani qilmang, kechqurun qiling. Vaqti ham cho'ziladi, deyapti. Xo'p, doktorga boradigan narsa jismoniy mashqlar, ya'ni o'sha start stop texnikasi yoki boshqa texnikalar yordam bermaganda yoki местный anestetiklar, tapitskiy anestetiklar yordam bermaganda doktorga borish kerak yoki umuman urug' chiqmay qolsa doktorga borish kerak bo'ladi. Xo'p. Doktor agar testosteroningiz baland bo'lib, tez tugatish kuzatilayotgan bo'lsa, tapitskiy anestetiklar yordam bermayotgan bo'lsa va har xil mashqlar yordam bermayotgan bo'lsa, dapaksitin preparatini ishlatadi. Xo'p, dapaksitin preparati 2016-yildagi maqolani xulosasiga ko'ra 6000 dan ko'p erkaklarda ishlatilsa, 80% dan ortiq odamlarni o'sha tez tugatib qo'yishini davolab bergan. Doktor prostatitmi, bo'qoq bezi kasalmi, prolaktin gormoni ko'payganmi, kamayganmi, boshqa sabablarini topib davolaydi. Dori asosan dapaksitin. Endi testosteron tushganda ham tez tugatib qo'yish kuzatiladi. Bunda yana qo'shimcha erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy quvvatni pasayishi ham kuzatiladi. Bunda testosteron past bo'lsa, testosteron beramiz. Yana unga qo'shimcha dapaksitin yoki antidepressantlardan o'sha serotoninni обратный захватini, selektivniy ingibitor обратный захвата serotonina degan preparatlardan qo'llaniladi. Xo'p, endi urug' chiqishi vaqti cho'zilib ketgan bo'lsa, testosteron past bo'lsa, bunaqa holatlarda testosteron beramiz. Agar testosteron
yuqori bo'lib turib yoki normalniy bo'lib turib tez tugatish kuzatilayotgan bo'lsa, ikkalasini davosi bir xil bo'ladi. Dapaksitin yoki serotoninni o'sha обратный захватini selektiv ingibitorlari beriladi. Xo'p, endi kim steroidlar qabul qilayotgan bo'lsa, testosteron preparatlari qabul qilayotgan bo'lsa, tez tugatib qo'yish, tez bo'shalish holati kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha preparatlar yoki to'xtatiladi yoki almashtiriladi yoki dozasi kamaytiriladi. Xo'p, bugungi darsimiz agar qiyin bo'lgan bo'lsa, kechirasizlar. Qo'ldan kelgancha oson qilib tushuntirishga harakat qildim. Testosteron balandligini bitta yomon tarafi ham bor ekan, tez tugatib qo'yar ekan. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi, yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.